Tavba. Hozirgi qizlarga ham hayronsiz. Mahirga gelik so'rarmish. Bu gelikka erishish uchun qancha sabr, mehnat qilish kerak. To'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Esingdami? Buvimdan qolgan ikkita eski ziray berganman. O'shanga ham ko'nib ketibsan, ha? Esimda. Hozircha gelik olib berasizmi? Boshqa narsa olib beraman. Nima? Hozir ko'rasan. Ha, o'rtog'im. Ha, bo'ldimi? Mana 3 xonali xonadon. Zo'r. Muborak bo'lsin. Rahmat. Tabriklayman. Ha, yana bitta zo'r yangilik bor. Xo'p. O'rtoq, qara. Instagramga kirsang, Abror Ahmedov profilida link bor. O'sha link bo'yicha kirsang, Telegramda 31-mart kuni 100 ta xonadon aksiya bo'yicha sotilyapti. Faqat obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Shart shunaqa. Bo'ldi, o'rtoq, rahmat. Ha, yetgancha kimga olding? Mashinada xotinim o'tiribdi. Mahirga hech narsa bermagan ekanman. Syurpriz. Ha, uylandingmi? O'rtoq, mana bitta xotinim bor. O'zing kuyov jo'ra bo'lgansan, esingdan chiqib qoldimi? Bo'pti, ko'rishamiz, rahmat. Hey, shoshma. Badriddin. Ho. O'rtoq. Ayoling o'tgan yili to'g'ri vaqtida vafot etgan. Buni qabul qil, o'rtoq. Bo'ldi. Sen jinnimisan, sen? U meni yonimda birga keldim dedim-ku senga. Qarab tur. Mana o'tiribdi-ku. Buvimdan qolgan eski 2 dona ziray beraman. O'shanga ham ko'nib ketibsan, ey. U har doim yonimda. Men qayerga borsam birga boradi. O'rtoqdan olaman, faqat bitta aybim bor edi. O'shanda meni mahir berishga qurbim yetmas edi. Meni endi hozir hamma narsam bor. Qanaqasiga yonimda bo'lmaydi? O'rtoq. Bo'ldi, buni qabul qil. Unda menga tushuntirib ber. O'sha payt qurbim yo'q edi. Hozir bor. Lekin u yonimda yo'q. Buni nomini nima deydi? Bir kam dunyo deydi. Har doim bir nimaga. O'zingni ehtiyot qil.